Assalomu alaykum ustakalar. Bugun sizlar bilan Eleronni ikkita mahsuloti haqida gaplashamiz. Bularni bir-biridan farqi nimada degan savolni qo'yamiz. Ya'ni birinchisi S001 polimer asosli super finishная shpaklyovkamiz. Ikkinchisi bo'lsa S01 gips asosli mahsulotimiz hisoblanadi. Endi bularni bir-biridan farqi nimada degan savolga javob beramiz. Birinchi farqi bu S01 gips asosli bo'lishligi, ya'ni bog'lovchisi gips. S001 bog'lovchisi polimer, shuning uchun polimerная shpaklyovka deyiladi, ya'ni bog'lovchisi polimer. Ikkinchi farqi bu rangida, ya'ni polimerniy shpaklyovkamizning rangi oppoq, gips asosli mahsulotimizning rangi bunga nisbatan sal sarg'imtirroq. Uchinchi farqi bu mayilligida. Polimer shpaklyovkamizning mayilligi 100 mikronda bo'lsa, gips asosli mahsulotimizning mayilligi 200 mikronda. To'rtinchi farqi bu vaqtida. Polimer asosli shpaklyovkamizni bir marta yaxshilab qorgandan keyin 10 kun davomida ishlatish mumkin. Gips asosli mahsulotimizning ish vaqti bo'lsa 1 soat, 1,5 soat ichida ishlatib tugatishlik zarur. Beshinchi farqi, gips asosli mahsulotlarda ustadan yuqori tajriba va malaka talab qilinadi. Chunki gips asosli mahsulotlarda ishlashda ustada gips bilan muomala qilish ilmi bo'lishi shart. Bo'lmasam ishini chiroyli bitirishi juda ham qiyin. Chunki gips polimerga nisbatan ancha injiqroq hisoblanadi. Polimer asosli shpaklyovkalarda bunaqa talablar yo'q. Ustada yaxshi qorib, yaxshi surishni bilishligi kifoya qiladi. Gips mahsulotlari bilan ishlash jarayonida nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida bundan oldingi roligimizda tushuntirishga harakat qilganmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa ko'rishi mumkin. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Eleron mahsulotlari bilan ishinglarni sifatli va chiroyli bajaringlar.